Hammaga salom do'stlar. Hammangizni ko'rib turganimdan xursandman. Bugun albatta yangi video chiqaramiz. Bugungi videomizning nomi kanalimizning 1 yilligi bilan paklar ochish bo'ladi. Va kanalimiz mana 1 yoshga ham to'libdi do'stlar albatta. Men bu kanalga birinchi videomni 2024-yil 7-mart kuni qo'ygan. Mana yana bugun 7-mart 2025-yil. Va 1 yoshga to'ldi. Bizda yangi event kelgan. Code Neon eventi mana. Bu bilan tanishib chiqsak bo'ladi albatta. Mana bu yerda shartlar bor, shu yerdan o'tib o'yinchilar olasiz. Xo'p. Bizda Usanovni yangi karti chiqqan albatta do'stlar. Hozir uni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana Usanov do'stlar. Usanov ko'rsataman. Mana Usanov. Ajoyib kart, Brezenter Defendi. Brezenter kartini 1.8 qilishgan. Albatta ajoyib o'yinchi bu Usanov. Xo'p, videomizni pak bilan boshlab olamiz bo'lmasam. Xo'p, yangi videoni siz ham kutgan bo'lsangiz kerak. Xo'p, bu yerdan men pak ochdim ancha. Bu yerdan menda mana shuncha tushdi. Tadic. 106 o'yinchi. Hozir buni ham ko'rsatib o'taman. Xo'p, ketdi bo'lmasam do'stlar. Yaxshi o'yinchiga umid qilaman. Birinchisida hazillashib qo'yishadi. Lekin ketdi. Grafikasi ham ajoyib. Va bu men Mikhail Saka deb o'ylabman. Afsus, oddiy o'yinchi ekan. Sizlar ham Saka deb o'ylagan bo'lishingiz kerak. Xo'p, yana bizning paklarimiz bor ora. Xo'p, Division Rivals'da mana bu yerda mana paklar ochsangiz bo'ladi tekinga mana. Division Rivals Amuterdan o'tganman, men Prodan ham o'tganman. Programmanda hozir World Class'ga edim tushganman. World Class'ga kelsangiz mana shu sovg'ani ham olasiz. Bu sovg'alarni ochib olamiz sizga birin-ketin. Ketdi. Bitta Maradona yoki More o'yinchisini berishsa menga. Yoki Gorzetga. 98. Osimhen ham kelgan. Omad 0lik. Shunaqa. Mayli. Yana diyorsunuz kız. Yana bir walkoutsuz. Xo'p, omadimiz yo'q desa ham bo'ladi. Bu qachon ochiladi bilmadim. Endi mana shu pakimizni ham ochishimiz kerakmi nima? Mayli, omad kelmasa ham men roziman. Bitta walkout bersa edi, xursand bo'lardim, lekin walkout yo'q. Do'stlar. Xo'p. Karnavaldan hozir pak ochmayapman umuman. Mana bu yerda yangi narsa kelgan, mana shartlarni bajarasiz. Men birinchi kunni shartlarni bajarganman, ikkinchi kunni 3 kun bo'ladi menimcha. Shartlarni bajarasiz. Mana shu hamma shartni tugatganingizdan keyin sizga mana shu sovg'alarni beradi. Reklama ham ko'rib yuboramiz. Mana reklamamizni ham ko'rib oldik. Endi magazin bo'limidan bitta tekin o'yinchini ochishimiz kerak ekan, 71 dan 90 gacha o'sha o'yinchimiz. Mana. Kim tushsa ham mayli.
89 Lineker yaxshi. Yomon emas. Endi mana bu sog'amizni ham olamiz. Mana bu endi ochildi mana ikkinchi kuni. Mana bu yerda bitta sotiladigan 300 ta almas va 1350 ta Star Pass, token va 750 ta o'sha уровень kuchaytiradigan. Ketdi mana shu yerda walkout bo'lsaydi shu yerda. Kabir. Va walkout va Totti do'stlar sotiladigan. Kante. Yo'q. Griezmann do'stlar, nahotki bu sotiladi. Nahotki do'stlar Griezmann. Do'stlar Griezmann tushdi bizga. 109 millionga sotiladigan o'yinchi do'stlar. Kutmagandim. Totti tushishini kutmagandim. Ajoyib do'stlar. Yomon deb bilmaydi. Griezmann sotiladigan oddiysi emas. Kamida 90 millionga sotamiz. Menimcha. Ketdi Griezmann. Hozir pulimiz 900 millionga yetadi. 1 milliard bo'lmasa ham 900 million bo'lib qoladi. Mana Griezmann ketdi. 972 million. Mana Dybalani hech ham sota olmayapman lekin hozircha. Mayli, sotilib qolar. Xo'p, endi menga tushgan yangi o'yinchilarni sizlar bilan tanishtirib o'taman. Bizga ancha yangi o'yinchilar tushdi. Ancha video olmaganimga ko'rsatmadim. Xo'p, mana Tadic tushdi. Ajoyib o'yinchi mana. 109 qilganman. 36 yoshda. 3 ta pozitsiyada o'ynayaplar. Reve, Kam, Leveki. Xo'p, mana bu yerda bizga Tottining oxirgi kunlarida Totti ham tugadi. Oxirgi kunlarda menga Drogba o'yinchisi tushdi 106. 109 qildim, ajoyib o'yinchi. Xo'p, Virtus ham tushgan mana bizga. Virtusni ko'rsatmaganman, bilmadim. Post qilib qo'yganman lekin. Xo'p, ajoyib tarkibimiz. Griezmann tushgani yaxshi bo'ldi, ajoyib. Sotiladigan o'yinchi. Star Pass bo'limidan mana bu yerda o'yinchilarni olamiz, sovg'alarni olamiz. Maskerani ham oldik. Endi quest bo'limiga kiramiz. Bu yerda mana bu mana bu yerda sovg'alar bor mana. Mana bu uchovda mana o'yinchilar bor. Bularda ham men mana buni o'ynab berdim. Kecha tugatgandim. Sovg'alarni oldim. 100 lik o'yinchi tushdi. Mana buni ham tugatdim mana. Mana ham tugatib berdim. Keyin barvamang tarkibimga tushmaydi. Mana buni endi boshlayman. Ramazonning ikkinchi qismini. Endi bu challenge modamizni boshlab olamiz. Mana shartimizni bajarib olamiz. Kanalga obuna bo'lib, izoh yozish esdan chiqmasin kommentariyada. Eden Hazard ajoyib o'yinchi, ajoyib chap qanot o'yinchisi. Sizga tavsiya beraman albatta. Mana bu shartimizni ham bajaramiz. David Raya. Gol. Hop. Eden Hazard. Ajoyib gol. Bu sog'amizni ham olamiz. Oxirgisi. Xo'p, do'stlar, Totti eventida sizga ham yaxshi o'yinchilar tushdi degan umiddaman. Menda avvalgi akkauntimda ham, hozirgi akkauntimda ham yaxshi o'yinchilar ushlab oldim Tottidan. Albatta eng kattasi 106 ushlab oldim avvalgi akkauntda ham, mana shu akkauntda ham Drogba va Beckham. Xo'p, 107 ushlamalgan bo'lsam ham, lekin
106 ham yomon emas. Mayli. Ignazartdan ajoyib gol kutib qoldik. Yaxshi. Hop. Yana bir aytib o'tadigan gapim sizlarga. Druziya bo'limida menga bemalol hammangiz tashlasangiz bo'ladi. Druziyangizni ba'zilar ko'rmayapti-da, shu gaplarni eshitmay qolyapti. Tashlab yursangiz bo'ladi. Endi ba'zi o'yinchilar, ba'zi muxlislarim, obunachilarim tashlagan. O'ynab turibmiz ba'zida. Ko'pincha Asadbek 009 mi? O'sha kishi bilan ham o'ynaymiz. Ko'pincha o'sha kishi tashlab turadilar menga Druziya. Birga o'ynashga. Siz ham bemalol tashlayvering. O'ynaymiz albatta. Xo'p. Yaxshi, Simoya va Emiliano Martinez. Ajoyib o'yinchi. Emiliano Martinez'ni tanishtirmagan bo'lsam, Emiliano Martinez'ni Totti'dan olgandim. U Totti'da 3 ta sovg'alardan bittasidan olaman. Menimcha tanishtirganman. Yana bilmadim. Emiliano. Drogba. Xo'p, tarkibimizni bir zonga ko'tarib olsak ajoyib ish bo'lardi, lekin hozircha 1.8, 1.9 bo'lish arafasida turibdi. Yangi o'yinchilarga harakat qilyapman. Hozir mana shu o'yinni tugatib olsak, qolganlar bilan gaplashamiz. Xo'p. Va Emiliano Martinez ushlab qoldi. Vaqtimiz tugadi. Yaxshi. 3-1. Endi sovg'amizni olib olamiz. Walkout bo'lsa ajoyib bo'lardi demagandim. Mayli 93. Bo'ladi, yomon emas. Tushgan o'yinchim sotyapman. My players dedik. Xo'p. Sotib yuboramiz. Bo'ldi, bular tursin. Bizning o'yinchilarimiz ham ancha ko'payibdi. Hop, keyin nima qilamiz? Extra time ham yangilangan do'stlar. Ajoyib tarzda albatta. Mana. Faqat 0.2 extra time tokeni almashmagan. Mana bu yerda mana 80 dan 107 gacha beradi. 25 ta o'sha pullik narsaga. Bu yerdan free sini ochib olamiz. Xo'p. Harry Maguire. Bu yerda mana yangilanish bor. Yangi o'yinchilar kelgan mana. Lekin o'sha 1.2+1.3 emas, yoki 1.4. Mana bu yerda hamma o'yinchilar bor. Mana 4.94+ bo'lgan. Menga o'zi mana shu 1.2+ yoqmayapti. Mana shu yoqib qoladi. 94+, 1.2+, 1.7 ham mumkin, faqat sotilmaydigan. Mana shuni hozir 3 ta ochamiz, mayli. Biz 1.2+, 1.7 ga yig'moqchi edim. Yo'q. Yig'maymiz endi. 95lar faqat. Mayli, Romeroni olamiz. Bitta faqat 95, 96, 97. Ana 100 bir zabar qiyin. Tushmaydi ham. Hozir bitta tushib bersa lekin yaxshi bo'lasdi. Bizga jetonimizni qaytarib olish imkonini beryapti. Nima qilamiz? Hop. Mana shu ikkovdan bittasini olamiz. Yo, jeton kerak emas bizga. Sotiladigan uchun oldik.
Xo'p, mana endi sovg'alarimizni olamiz. Mayli, buni ko'rish shart emas. Kamida 35 millioncha pul bor. Siz transfer qilsak ham bo'ladi. Birorta o'yinchi sotib olsak bo'ladi, lekin bilmadim qaysi o'yinchini olaman. Shu sotamiz bo'ldi. Hammasi sotildi. Mana menga Kod Neon hozir tanishamiz u bilan ham. Kod Neon o'yinchilar menda juda ham ko'p mana. Eng kattasi mana. Xo'p, mana hammasi sotildi. Dibaladan tashqari qara 2 million bor ekan. Yaxshi, 1 milliardga yetay debdi. Emas. Mana kirib oldik. Mana bu yerda Usanovni ko'rsatib o'tiribdi. Xo'p, mana bu yerda mana axir narsalar bor, sovg'alar bor. Buni nimaligini tushunmadim lekin. Unchalik ham. Mana bu yerda nimadirlar deydi. Mana. Xo'p. Main bo'limiga o'tamiz. Mana bu yerda mana o'ynashlar mana shu 3 ta nimani sovg'alar beradi mana. Mana bu yerda oxirida ham sovg'a beradi. 10 tadan 200 tagacha. Mana bu oxirda sovg'a bu. 15 ta trening qilgandan keyin. O'ynab borsangiz mana shularni olasiz. Bu yerda 4 ta hafta bo'ladi mana. Birinchi haftani o'yinlari buni xuddi Winter Wondersda ham shunaqa edi. Hop, rewardsga o'tamiz sovg'alarga. Mana bu yerda 3 ta o'yinchi chiqadi. James chiqibdi mana bu yerda. Xo'p, mana bu yerda yana xo'p, kim edi? Xullas 3 ta 1/4 chiqadi shu yerda. O'shalardan bittasini tanlaysiz. Va mana shu yo'nalishdan shu olgan mana shunaqa jetonlaringizdan shularni ochib borasiz. 100, 102 va 104 chiqadi. O'zingiz ko'rib turibsiz. Mana. Yomon emas. 84. Tushunarli. Xo'p, mana bu yerda rewards ikkisi ham bu. 13 kundan keyin oshlar ekan. Mana shu yerga kelganmiz. 100 ni oldim faqat. Galereya bo'limiga o'tsangiz o'yinchilar olasiz mana. Mana sovg'amizni olamiz oldin. 3 ta hafta bo'lar ekan bu yerda faqat. Xo'p, Joe Felix. Mana bu yerda o'yinchilar bor mana. More o'yinchisi 107. Ajoyib o'yinchi. Diego Maradona mana chiqqan. Mana shu yerda Usanovni ham qo'ysaydilar, mayli. Osimhen ham bor ekan. Yaxshi o'yinchilardan biri. Tadic mana Alexander Arnold. Gorzetka. Mana shunaqa yaxshi o'yinchilar mana bitta birataram bor. Xo'p, bitta mana shu Lemini olmoqchiman. To'g'ri, Lemin kerak deyishingiz mumkin. Virtusning joyi xatosi. O'shani o'rniga qo'yaman. Virtusni keyin Rikimlini o'rniga qo'yaman. Keyin emas, to'g'ri bo'ladi. Xo'p, mayli. Endi karnival bo'limiga o'tsak, mana tanishtirib o'tganman mana shu sovg'alarni olasiz, mana shu o'yin o'ynaysiz. Bitta yoki ikkita progress beradi. Mana shu ikkita yoki bitta sovg'a tushadi, shularni olasiz va oxirida mana Cresponi olasiz. Crespo, Cordoba va yana bir o'yinchi chiqadi, o'shandan bittasini olasiz. Mana shu Cresponi tanlab qo'yganman. Mayli, buni almashtirib olamiz olganimizdan. Erta olaman menimcha buni. Xo'p, endi galereya bo'limiga o'tsak, o'yinchilar bu bitta o'yinchi olaman. O'shanga yig'ib bo'lganman. O'shani olishim mumkin. Mana shu Cordoba o'yinchisini olishim mumkin. 105 Carli. Ajoyib o'yinchi. Yoki bilmasam
500 ta yig'ib 500 ta yig'ib mana qani mana Savinyoni olaman. Eden Hazardni. Endi 500 tagacha yig'ib olsam, mayli Savinyoni olamiz. Bo'lmasa yo'q. 103 bormi bizda? Yo'q. Xullas shunaqa do'stlar. Xo'p. Boshqa o'yinchilar ham bor, bu yerda Diaz ham bor. Yomon emas. Mayli mana do'stlar. Biz o'yinchi o'tyapmiz. Mana Kolumbiya, CB, Heros va bu Cordoba. Do'stlar, hop. Men baba 500 ta token yig'ib olmasdikanim Savinya uchun shuni olishga harakat qildim. Qaytib bosaylik bitta ko'raylik yana. Cordoban. Ketdi. Mana ajoyib o'yinchi bu. Hop, mana oldik. Nihoyat. Savinyoni baribir ola olmasdim. Yig'sam ham. Va buni endi Singani o'rniga tushiramiz. Avtoni bo'lsak tushmasa kerak. Ha, tushma. Bizda Markiz o'yinchisi ham bor. Markiz. Mikhail Sakan nima qilish bilmadim men. Almashtirib yubora olmayman. Hozircha o'tiribdi shunchaki. Cordobani oldin rank beramiz, keyin tushiramiz. Rank 108 qilamiz. Shu 106 Cordoba. Ajoyib defendingchi bu ham. Bu. Yani himoyasi ajoyib, kuchli. Xo'p, bitta yetarmikan? Bilmadim lekin. Tavakkal do'stlar. Menimcha bo'lmadi. Essiz. Bitta yig'sam yetardi. Mayli. Trening beramiz endi. Yo, trening beramiz. Trening transfer qilamiz undan keyin. Xo'p, qanaqa mana. Tezda buni 1.8 qilamiz albatta. 1.8 ga tez chiqadi bali. Endi afton bo'lsak, o'zidan o'zi Cordoba o'tib qoladi. Xo'p, Singo ham endi turadi. Mayli. Mikhail Saka 109 bo'lsa edi. Zo'r ishlar bilasizda. M5 qilib qo'yaylik buni. Xo'p, yana ikkita maskarani yig'sak, buni 108 qilamiz. Bekor ishlatib banda. Skill pointslarni beramiz. Pixelga bersimi? Yo'q, pastga ham. Yo'q. Defending. Cordoba defending chuk. 103 defending ajoyib-ku bu. Cordoba uchun. Mana shu tarkibga ham o'tkazamiz Cordoba. O'targan. O'tmaydi deb o'yladim. Qachon tarkibimiz ko'tariladi? Qachon biz ham ko'tarilamiz dedik. Qo'yamiz bo'ldi. Hozircha 109 ga harakat bo'lyapti, lekin 109 bo'lmayapti tarkib. Ancha harakat qilyapman. Shunaqa. Xo'p, Chorlonsdan Chorlons ketsak, Herosga deval bosib qo'yamiz.
soğan toplayalım. Xo'p, videomiz ancha uzun böyle yaptım mayli. Sizlar uchun uzun qilyapman shu videoni. Endigina navbatimiz. Demak, Ramazon challenge'ini ham o'ynab qo'yamiz. Yoki keyingi videolardan. Mayli, keyingi videolarda qilamiz. Xo'p do'stlar, bugungi videomiz ajoyib bo'ldi degan umiddaman. Ancha yaxshi paklar qildik, pulimizni ham ko'paytirdik. Albatta 1 milliardga yaqin bo'ldi. Yangi o'yinchilar o'shdi, Cordoba o'yinchisini o'shdik, tarkibga tushirdik. 109 ga harakat qilyapmiz hali ham. Xo'p, keyingi videolarimizda ham ajoyib kontentlar qilishga harakat qilamiz. Ko'rishguncha xayr.